Bu videoda eng arzon sayohatim, avtobusda Yevropani qanday qilib aylanib chiqqanim haqida aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, nech pul ketganini bilib olasiz. Oldindan aytaman, avtobusda sayohat qilish juda ko'p vaqtni oladi. Har bitta yo'limga o'rtacha 7-8 soatdan ketdi. Lekin plus tarafi shundaki, bu sayohat turi juda arzon hisoblanadi. Yevropani bir davlatidan ikkinchi davlatiga o'taman desangiz, atiga 20-30 dollar xarajat qilasiz. Avtobusning qulayliklariga keladigan bo'lsak, bilet o'tganimda avtobusda zaryadka va Wi-Fi bo'ladi deb yozilgan edi. Haqiqatda na rozetka ishlaydi, na Wi-Fi. O'rindiqga keladigan bo'lsak, samolyotnikidan ancha qulay, oyoq qo'yadigan joy katta va sidenya orqaga tushiriladi. Xullas bemalol uxlab ketsangiz bo'ladi. U obshi Yevropa bo'yicha marshutim shunday bo'ldi. Birinchi Parijdan Rotterdamga yetib oldim. Orada Amsterdamga ham kirib chiqdim. U yerdan keyin Germaniya, Kölnni ko'rdim. Kölndan keyin Fransiya, Strasburgga bordim va oxirida Milanga ham yetib oldim. Avtobusning yana bitta plus tarafi shundaki, orada har xil davlatlarning orasidan yuradi. Masalan, Strasburgdan Milanga ketayotganimda orada Shvetsariyaga kirib o'tdik. Oynadan juda chiroyli vid bo'ldi lekin. Xullas, agar ekonom qilaman desangiz, avtobus tanlovlaridan eng zo'ri. Rasxodlarimni aytishimdan oldin obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sayohatimga nech pul ketganini bo'lsa, ko'rishingiz mumkin.